O, yangi do'konlar ochildimi? Assalomu alaykum. Sonlar yaxshimi? Qanaqasan? Zo'ru va? Ha, Ulug'bek aka ochuvdilar. Zo'ru. Ha. Qaysi Ulug'bek edi? Ulug'bek shahardan ko'chib keldi yaqin. Shahardan, o ko'cham boshiga. Ha, ha. Men Ulug'bek akaning o'g'illariman. Adam ochdilar. Hozircha o'zimiz yurg'izib turibmiz. Mani o'g'aynim bo'ladi u. Ha. Ha, zo'r lekin. Mani otim Said. Adem bir 2000 jarimaga tushib qolganda yordam berib o'rgandim. Salom deb qo'ygan adingga. Mening ismim Said. Aytib qo'yarsan adingga. Hop. Hop. Voy, Hikmat, Ha? mahallada mini market ochildi. Yaqinda ochildi aka. Kim ochdi? Shahardan ko'chib kelibdi Ulug'bek aka degan odam aka. Ha, taniysanmi sen? Yo'q, tanimayman, lekin kimga kirib chiqdim, bir so'm pul bermay shunday narsalarni ko'tarib olib chiqdim aka. Bir tiy pul berdim. Pul bermading. G'ash pul bermadim. Qo'ygin. Ishonmaysizmi? Ha, hozir ham bir so'm pulimni olib chiqaman, ko'rasizmi? Aldama. Hozir ko'rasiz, Ulug'bek akam o'g'li o'tiribdi. Bir so'm pul to'lamaysanmi? Besh pul to'layman. Ukam, sizmisan? Assalomu alaykum. Qo'ldan yaxshimi? Adang yaxshimi? Ha, yaxshi. Tanidingmi meni? Ismi Said aka edi, adashmasam. Ismim Said edi, Said. Bir qisqa narsalar kerak edi, olaylik. Adang Ulug'bek akam $5000 oldilar, o'rpayda so'radilar-da, menda borib berdim. Yaxshi odam lekin adang. O'shanda berdim, mana o'zlarini tiklab olibdilar. Men qo'llarini oldim, rozi bo'lgan ukam. Ha, xo'p. Adingga salom de, Said akam salom berdi. Hop, rahmat ukam. Yo'q, aka, ko'rdingizmi? Bu sizga mana. Voy, pul bermadingmi? Bir so'm pul bermadim, aka. Mana qara. Men ham kirib olib chiqsam bo'ladi. Yo'q, bugun kirmayapti. Ertaga kelsangiz bo'ladi, aka. Ertaga kirsam bo'ladi. Bo'ladi, aka. Ko'rdingizmi? Mana amalga olib chiqaman. Ikkinchisi bu, aka. Yo'q, Yurmay boradi. bo'l, ertaga kelaman men. Keling. Bo'p ketdik. Ya. Qori. Yaxshimisiz? Ulug'bekning o'g'limisiz? Ye. Adanglarni men bir o'limdan qutqarib qo'yganman. Qani yo bormidi? Men Ulug'bek akamni o'limdan qutqarib qolganim deganim, mahallada bolalar o'rib olgan ekan. Uchalarni o'rtasiga tushib, bolalarni pachag'ini chiqarib tashlaganman. Adanglarga salom degan, qovoldilar ham salom aytordilar degan. Xo'pmi? Bo'pti. Menga qara. Mara san ekansan-da, endi bolalarimni aldab, Ulug'bekni og'ayniman deb, hali menda qo'ychi. Sen meni qutqarib qolasanmi? Men senga qutqarib ko'rsataman. Yaramas. Kasbatga uchratib o'tgan ekansan nimaga? Men aldayotgan. Anu, Hikmat. Hali Hikmatingdan ham qo'ling uchadi. Mana bu yoqqa yurchi. Okey. Yaramas, san ekansan-da, endi kasbatga uchratib yurgan aldab. Men Hikmat edi, okey. Hop. Yana keyin oyog'ingni sindiraman. Okey. Yaxshi, hech kim ko'rmadi.